Kosmetologlarga borib yuzlarni chistga qildirib yurishni tavsiya beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun yana navbatdagi yuz sohasida joylashgan atiroma, yiringlagan atiromani olib chiroyli qilib beramiz. Sizlar bilan natijalar bo'lishamiz. Mana hozir ko'rishgan mumkin atiromani yiringlagan, mana fluktuatsiya bo'lgan, atroflari qizargan. Mana bu bemorimizda yuzlarida bunaqangi chorli tochkalar, ugli chiqishga moyillik bor ekan. Shu sababli atiroma bo'lish ehtimoli ko'p bo'ladi. Shuning uchun albatta kosmetologlarga borib yuzlarni chistga qildirib yurishni tavsiya beramiz. Hozir atiromani olib, kapsulalarini shilib tozaladik chiroyli qilib. Olgan joyimizda prava bo'ldi. Chunki atiroma uzoq vaqt davomida turgan, ezilgan, bosilganligi sababli bu yerdagi missalar, muskullar, to'qimalar tarqab ketgan yonga qarab va suyakkacha ochiq bo'lgan. Hozir atrofdagi to'qima muskullarni tortib olib kelib joyiga uni tekis holatga olib qo'ydik. Xolasa chiroyli bo'ladi. Endi hozir bu polistimiz borligi uchun ichiga antibiotik jo'natib qo'ydik, yiringga qarshi. Bu yerdan hozir kichkina drenajga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.